16. pora. Xizr aytdi: "Sana men haqiqatan men bilan birga bo'lishga sabr taqat qilib turmaysan demidimmi?" Musa aytdi: "Buningdan keyin yana sendan bir ish to'g'riliq so'rasam, ya'ni qilgan ishingga e'tiroz bildirsam, meni o'zingga hamroh qilmagin. Sana bergan va'damga 3 qatim xiloflik qilganligim uchun mening oldimda sana hamroh bo'lmaslikka ma'zursan." O ikkisi yana birga menga bir shaharga yetib keldi. Shahar aholisidan tomoq so'radi. Shahar aholisi ularni mehmon qilishdan bosh tortdi. Ular bu shaharda o'rilib tushay deb qolgan bir tomni uchratdi. Xizr qo'li bilan tuzab qo'ydi. Musa aytdi: "Agar xohlasang bu ish uchun albatta ish haqi olgan bo'larding." Xizr aytdi: "Bu sen bilan mening ayrilish vaqtimiz. Sen sabr taqat qilib turamagan yuqorqi 3 ishning haqiqatini sana tushuntirib beray. Kemiga kelsak, o dengizda ishlaydigan bir qancha nafar kambag'alning kemisi edi. Men uni teshib ayibni qilmoqchi bo'ldim. Chunki ularning oldida, yana boradigan yo'llarda har qanday saq kemini egisidan zo'rlik bilan tortib oladigan bir podshoh bor edi. O'ltirilgan bolaga kelsak, uning ota-onasi mu'min edi. Uning gumrohlik bilan kufrni ota-onasiga tengishidan qo'rqdik. Shuning uchun biz ularning Parvardigorining ularga bu bolaga qaraganda pok va suyimlik farzand ato qilishni iroda qildik. Tamga kelsak, o shahardagi 2 yetim bolani edi. Tam ostida ularning haqqi bo'lgan xazinasi bor edi. Tam o'rilib tushsa, xazinasi ichilib qilib kishilar uni ib ketadi. Ularning ota-onasi yaxshi odam edi. Parvardigoring ularning cho'ng bo'lganda tam ostidagi xazinasini chiqarib olishni iroda qildi. Bu Parvardigoringning ularga qilgan rahmatidir. Uni yani yuqorqi 3 ishni men o'z xohishim bo'yicha qilganim yo'q. Balki uni Allohning amri va ilhomi bilan qildim. Sen sabr taqat qilib turamagan narsalarning haqiqati ana shu. Ular yani Yahudilar sendan Zulqarnayn to'g'riliq so'rashdi. Sizlarga men uning qissasini vahiy asosida bayon qilaman degan. Uningga biz zaminda haqiqatan kuch-qudrat ato qildik. Uningga o'z maqsadiga yetishining butun yo'llarini osonlashtirib berdik. Zulqarnayn Allah uningga osonlashtirib bergan yo'lga mangdi. O kun petish tarafga yetib borganida kunning qora loyliq buloqqa petib ketayotganligini his qildi. U buloqning yanada bir turli qavmni uchratdi. Biz ey Zulqarnayn, sen ularni jazolagin yoki ularga yaxshi muomalada bo'lgin dedik. Zulqarnayn aytdi: "Kimki zulm qilgan bo'lsa, biz uni jazolaymiz. Ondan o Parvardigorining dargohiga qaytariladi, Parvardigori uni qattiq jazolaydi. Kimki iymon etsa va yaxshi amal qilsa, uning eng yaxshi mukofot beriladi. Uni qulay ishga bo'yraymiz." Ondan Zulqarnayn Allah uningga qulaylik qilib bergan yo'lga mangdi. Zulqarnayn kun chiqish tarafga borganda, kun nurining shundoq bir qavmning ustiga tushayotganligini ko'rdi. O qavmga biz kunning haroratidan saqlanadigan kiyim, imorat qatorliq narsalarni ato qilmadik. Ahvol shundoq bo'ldi. Ya'ni Zulqarnayn kun chiqish tarafdagi kishilarga kun petish tarafdagi kishilarga qilgan muomalani qildi. Biz uning qo'lidagi narsalardan to'liq xabardor edik. Ondan o Allah uning qulaylik qilib bergan yo'lga mangdi. Zulqarnayn 2 tog' orasiga yetib borganda, 2 tog' oldida hech qanday so'zni tushunmaydigan, ya'ni o'zining tilidan g'ayri tilni bilmaydigan bir qavmni uchratdi. Ular ey Zulqarnayn, Yajuj bilan Majuj yer yuzida haqiqatan buzg'unchilik qiluvchilardir. Biz bilan ularning orasiga bir to'sma selib berishing uchun sana bir qism melimizni bojga o'xshash to'lasak bo'lamdi dedi. Zulqarnayn aytdi: "Allohning menga bergan narsalari, ya'ni kuch-quvvat va podshohlik sizlarning menga beradigan melinglardan ortiqdir. Menga odam kuchi yordam qilinglar. Ular bilan sizlarning oranglarga mustahkam bir to'sma sep beray. Menga temir parchalarini ep kelinglar. Temir parchalari dövülünüp 2 tog'ning orasi tekshi bo'lganda kuyuklarni bilsanglar. Temir parchalar qizib o'tdek bo'lganda o menga eritilgan misni beringlar, ustiga to'kay dedi. Ular yana Yajuj Majuj uning ustiga chiqishga uni teshishga qodir bo'lolmadi. Zulqarnayn aytdi: "Bu yana to'smaning barpo qilinishi Parvardigorimning ne'matidir. Parvardigorimning va'dasi ishga oshganda u uni to'ptiz qilib etdi. Parvardigorimning va'dasi haqdir. U kunda
ya'ni qiyomat kunida qistonchilikdan kishilarni bir-biriga giralashtirib etamiz. So'r chelinadi. Ularni hisob uchun yig'imiz. O kunda kofirlarga jahannamni oshkora ko'rsatamiz. Ularning bu dunyodagi chog'larida dillarining ko'zlari meni yod etishdan pardlangan edi. Ularning dillarini zulmat qoplaganligi uchun kalomullohni anglashga qodir emas edi. Kofirlar meni qo'yib bandalarimni ma'bud qilib olsa bo'ladi deb o'ylamdi. Biz jahannamni kofirlarga haqiqatan manzilgoh qilib tayyorladik. Sizlarga amallar jihatdan eng ziyon tortquvchilarni aytib beraylikmi? Ular hayoti dunyoda qilgan amallari yo'q chiqqan, ammo o'zlari obdan ish qildik deb o'ylagan odamlardir. Ana shular Parvardigorning oyatlarini va uningga muloqot bo'lishni inkor qilgan, natijada qilgan amallari bekor bo'lib ketgan kishilardir. Qiyomat kuni ularni, yana bundaq kishilarni qilcha e'tiborga olmaymiz. Kofir bo'lganliklari, mening oyatlarimni va payg'ambarlarimni masxir qilganliklari uchun ularning jazosi jahannamdir. Shubhisizki, iymon etgan va yaxshi amallarni qilganlarning manzilgohi Firdavs jannatlari bo'ladi. Ular Firdavs jannatlarida mangu qoladi. Uningdan yo'tkilishni xohlamaydi. Aytqinki, Parvardigorimning so'zlarini yezish uchun agar dengiz suvi siyoh bo'lib ketsa, Parvardigorimning so'zlari tugamay turib, dengiz suvi cho'qim tugab ketgan bo'ladi. Mobod yana shunchalik dengiz suyini keltirsakmi? Ey Muhammad, aytqinki, men faqat sizlarga o'xshash bir insonman. Menga vahiy qilindiki, sizlarning ilohinglar yolg'iz bir ilohdir. Kimki Parvardigorga muloqot bo'lishni umid qiladi ekan, savobini umid qilib azobdan qo'rqadi ekan, yaxshi ish qilsin. Parvardigorga qiladigan ibodatga hech kimni sherik keltirmasin. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahirrohmanirrohim. 19-sura Maryam. Makkada nozil bo'lgan 98 oyat. Nayt shafqatlik, mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Kaf, ha, ya, ayn, sod. Bu Parvardigoringning bandasi Zakariyaga qilgan marhamatining bayonidir. O o'z vaqtida Parvardigoriga past ovozda munojat qildi. O aytdi: Parvardigorim, men haqiqatan kuch-quvvatimdan ketdim. Chechim oqardi. Parvardigorim, sana duo qilib umidsiz bo'lib qolganim yo'q. Men tog'larimning bolalarining o'rnimni bosanmasliklaridan haqiqatan ansirayman. Mening ayolim tug'masdir. Fazlingdan menga bir yaxshi farzand ato qilgin. O menga varis bo'lg'ay va Yaqub avlodiga varis bo'lg'ay. Parvardigorim, uni sening rozilig'ingga erishadigan qilgin. Allah aytdiki: Ey Zakariya, biz haqiqatan sana farishtalar orqali Yahya ismli bir o'g'il bilan xush xabar beramiz. Ilgari hech odamni uningga ismdosh qilmadik. Zakariya aytdi: Ayolim tug'mas tursa, men qeyrib mukchib ketgan tursam, mening qandoqmi o'g'lim bo'lsin? Nido qilgan farishta aytdi: Ish ana shundaqdir. Parvardigoring aytdi: Bu men uchun osondir. Seni men yaratdim, albuki sen burun yo'q eding. Ya'ni seni yo'qdan bor qilgandek, Yahyani ishkonlardan taraldirishga qodirman. Zakariya aytdi: Parvardigorim, ayolimning homildor bo'lganligiga menga bir alomat qilib bersang. Allah aytdi: Sening alomating shuki, saq turib 3 kecha kunduz kishilarga so'z qilolmaysan. Zakariya namozgohidan qavmining oldiga chiqib, ularni atdigan oqshomda tasbih aytishga ishorat qildi. Yahya tug'ilib cho'ng bo'lganda, uningga: Ey Yahya, kitobni yana Tavratni tirishib o'qigan dedik. Uningga balalik cheg'idila aql farosat ato qildik. Biz uningga marhamat qilish va uni nachar xislatlardan pok qilish yuzidan shunda qildik. Yahya taqvodor edi. Uni ota-onasiga kuyimchan qildik. U mutakabbir, ya'ni ota-onasini qaqshatquvchi, Parvardigoriga osiylik qilguvchi bo'lmadi. U tug'ilgan kunida, vafot bo'lgan kunida, tirilib qabridan turg'izilgan kunda Alloh taolo tarafidan bo'lgan omonlikqa erishdi. Ularga Qur'onda Maryam qissasini bayon qilgan. Ayni zamonda u oilasidan ayrilib, sharq tarafdagi bir joyga bordi. U parda tortib kishilardan yo'shirindi. Onunga bizning ruhimizni, ya'ni Jibril alayhissalomni avatdik. U Maryamga bejirim odam suratida ko'rindi. Maryam aytdi: Men haqiqatan marhamatli Allohga sig'inib,
sening chiqilishingdan panoh tilayman. Agar sen taqvodor bo'lsang, menga chiqilmag'in. Jibril aytdi: "Men sana bir pak o'g'il berish uchun avatilgan Parvardigoringning elchisiman." Maryam aytdi: "Menga kishi yaqinlashmagan tursa, men fohish qilmagan tursam, qandoqmi mening o'g'il bolam bo'lsin?" Jibril aytdi: "Amaliyat sen degandekdir. Lekin Parvardigoring aytdi, u menga osondir. Uni kishilarga qudratimizni ko'rsatadigan dalil va biz tarafdan bo'lgan marhamat qildik. Bu taqdir qilinib bo'lgan ishdir." Maryam homildor bo'ldi. Oilasidan yiroq bir joyga ketdi. To'lg'oqning qattiqligi uni yo'lni olish uchun bir xurma daraxtining yeniga kelib olishga majbur qildi. Maryam aytdi: "Kashki men buningdan ilgari o'lib ketgan bo'lsam-chi, kishilar tarafidan unutilib ketgan, arzimas narsaga aylanib ketsam-chi." Jibril uningga xurma daraxtining ostidan nido qildi: "G'am qilmag'in, Parvardigoring sening ostingdan eqib turadigan bir eriqni paydo qildi. Xurma daraxtini o'z tarafingga erg'itqin. Oldinga pishgan yangi xurmalar to'kiladi. Bu shirin xurmadan yegin. Bu tatliq suvdan ichgin va xursand bo'lgin. Bir odamni ko'rsang, bu bola to'g'riliq so'rasa, men haqiqatan marhamatli Allohga va'da berdim, bugun hech odamga so'z qilmayman" degan. Maryam bu vaqtni, ya'ni Isa alayhissalomni ko'tirib qavmining oldiga keldi. Ular aytdi: "Ey Maryam, sen haqiqatan g'alit ish qilding. Ey Harunning hamshirasi, sening otang yomon odam emas edi. Onangmi yo'ldan chiqqan xotin emas edi." Maryam bu vaqtni ko'rsatdi. Ular beshikdagi bu vaqtga qandoq so'zlaymiz dedi. Bu vaqt aytdi: "Men haqiqatan Allohning bandasiman. Menga kitobni berdi, ya'ni Injilni berdi va meni payg'ambar qildi, ya'ni qildi. Qayerda bo'lay, meni barkatli qildi. Hayotli bo'ladi ekanman, menga namozni, zakotni ado qilishni tavsiya qildi. Meni onamga ko'yimchan qildi. Meni mutakabbir shaqiy qilmadi. Men tug'ilgan kunimda, vafot bo'lgan kunimda, tirilib qabrimdan turg'izilgan kunimda Alloh taolo tarafidan bo'lgan omonlikqa erishiman." Ana shu Isa ibn Maryamning qissasidir. Isa ular datalash qilayotgan o'zining ishining haqiqati ustida haq gapni qildi. Allohning sha'niga bolasi bo'lish loyiq emas. Alloh boladan, sherikdan pokdir. Alloh bir ish qilishni iroda qilsa, uningga vujudga kel deydi-da, u vujudga keladi. Alloh haqiqatan mening Parvardigorimdir, sizlarning Parvardigoringlardir. Shuning uchun uningga ibodat qilinglar, bu to'g'ri yo'ldir. İsa'nın ishi to'g'risida ular, ya'ni ahli kitob orasidagi firqalar ixtilof qilishdi. Buyuk kun, ya'ni qiyomat kuni kelgan chaqda kofirlarga voy. Ular bizning dargohimizga kelgan kunda, ya'ni qiyomat kunida quloqlari toza anglaydigan, ko'zlari toza ko'radigan bo'ladi. Lekin zolimlar bugun, ya'ni bu dunyoda ro'shan gumrohlikdadir. Ularni yana xaloyiqni hasrat kuni, ya'ni qiyomat kunidan ogohlantirgan. O chaqda hamma ish bir taraf qilingan bo'ladi. Albuki ular g'aflatdadir, qiyomatni inkor qilmoqdadir. Zaminga va zamin ustidagi barchaga cho'qim biz varislik qilamiz. Ular hisob berish uchun bizning dargohimizga qaytariladi. Ey Muhammad, kitobda, ya'ni Qur'onda Ibrohim qissasini bayon qilgan. O haqiqatan to'lim rostchil payg'ambar edi. O'z vaqtida Ibrohim otasiga aytdi: "Ey ota, nemishqa anglamaydigan, ko'rmaydigan va sana hech narsaga esqatmaydigan narsalarga cho'qinasan? Ey ota, menga sen bilmaydigan bilimlar nozil bo'ldi. Menga ergashgin, seni to'g'ri yo'lga boshlayman. Ey ota, shaytonga cho'qinmagin. Shayton marhamatlik Allohga haqiqatan osiylik qildi. Ey ota, sening marhamatlik Allohning azobiga qilishingdan, shaytonning hamrohiga aylanib qilishingdan qo'rqaman." O yana ozar etdi: "Ey Ibrohim, sen mening ilohlarimdan yuz o'rmoqchimisan? Agar sen bunda qilishdan yonmasang, cho'qim seni tosh kesak qilib o'ldiraman. Uzoq zaman mendan yiroq turgin." Ibrohim aytdi: "Sana omonlik bo'lsin. Parvardigorimdan sana mag'firat tilayman. Alloh menga haqiqatan mehribondir. Sizlardan va sizlar Allohni qo'yib cho'qinayotgan narsalardan yiroq bo'laman. Parvardigorimga ibodat qilaman. Parvardigorimning ibodatidan mahrum bo'lib qolmaslikni umid qilaman. U ulardan, ya'ni ularning Allohni qo'yib cho'qinayotgan narsalardan yiroqlashdi. Uningga biz Ishoq
va Yaqubni ato qildik. O ikkisining har birisini payg'ambar qildik. Ularga bizning rahmatimizni ato qildik. Ularning nomini baland va yuqori qildik. Kitobda, ya'ni Qur'onda Musa qissasini bayon qilgan. Shubhisizki, u Alloh ibodatiga xos qilgan ham rasul, ya'ni elchi, ham payg'ambar edi. Onunga biz to'rtig'ining o'ng tarafidan nido qildik. Onu biz munojat uchun dargoyimizga yaqinlashtirdik. Onunga biz marhamat qilib, qeyrindishi Harunni payg'ambar qilib berdik. Ey Muhammad, kitobda, ya'ni Qur'onda Ismoilning qissasini bayon qilgan. O haqiqatan va'dasidir rostchil, ham rasul, ham payg'ambar edi. O oilasidagilarni namoz o'qishga, zakat berishga buyurdi. Parvardigorning dargohida uning roziligiga erishgan edi. Kitobda, ya'ni Qur'onda İdris qissasini bayon qilgan. O haqiqatan rostchil payg'ambar edi. Uni biz yuqori o'ringa ko'tardik. Allohning ne'matiga erishgan ana shu payg'ambarlar Odam alayhisalomning nasldindir. Biz Nuh bilan birga kemiga solganlarning nasldindir. İbrahimning nasldindir. İsroil, ya'ni Yaqub alayhisalomning nasldindir. Biz iymonga hidoyat qilgan, payg'ambarlik tanlaganlardandir. Ularga marhamatlik Allohning oyatlari tilovat qilingan chaqda sajda qilgan va yig'lagan holda zaminga yiqiladi. Ular ketgandan keyin ularning o'rnini bosgan o'rinbosarlar namozni talabga loyiq ado qilmadi. Nafs xohishlariga ergashdi. Ular qiyomatda gumrohlikning jazosini tortadi. Tavba qilgan, iymon etgan va yaxshi amallarni qilganlar buningdan mustasno. Ana shularlar jannatga kiradi. Ularning amallarining savobidan hech narsa kamaytilmaydi. O doimiy turalg'i bo'lgan, marhamatlik Alloh bandalariga va'da qilgan, ular ko'may turib ishongan jannatlardir. Allohning jannat bilan qilgan va'dasi cho'qim ishga oshadi. Ular jannatda behuda so'z anglamaydi. Faqat farishtalarning ularga bergan salomini anglaydi. Ular jannatda atdigan oqshomda ko'ngli totgan yemak-ichmaklardan rizqqa ega bo'lib turadi. Bandalarimiz ichidagi taqvodorlarga biz meros qilib beradigan jannat ana shu. Biz, ya'ni farishtalar dunyoga Parvardigorning amri bilan tushimiz. Bizning oldimizdagi, orqamizdagi va oldi-keynimiz orasidagi ishlarning hammasi Allohning ilkididir. Parvardigoring bandalarining amallaridan hech narsani unutmaydi. O osmonlarning, zamin va ularning orasidagi shaylarning Parvardigoridir. Uningga ibodat qilgan, Allohning ibodatiga chidamliq bo'lgin. Sen uning sheriki borlig'ini bilamsan? İnsan, ya'ni o'lgandan keyin tirilishga e'tiqod qilmaydigan kofir, men o'lgandan keyin cho'qim tirilamdim deydi. İnsan biz uni ilgari yo'qdan bor qilganligimizni eslamamdi. Parvardigoring bilan qasamki, ularni albatta, ularni ozdirgan shaytonlar bilan qo'shib yig'imiz. Ondan ularni jahannamning cho'risida tizlantirib o'ltirgan holda albatta hozir qilamiz. Ondan har bir guruhning ichidan marhamatlik Allohga eng osi bo'lganlarni tortib chiqaramiz. Ondan biz do'zax azobiga eng loyiq bo'lganlarni albatta obdan bilamiz. Sizlarning ichinglardan do'zaxga bormaydigan bir kishi qolmaydi. Bu Parvardigoringning o'zgarmas hukmidir. Ondan taqvodorlarni jahannamdan qutqizamiz. Zolimlarni jahannamda tizilinib o'ltirgan holda qo'yamiz. Ularga bizning ro'shan oyatlarimiz tilovat qilingan chaqda kofirlar mu'minlarga ikki guruhdan qaysisining o'rni yaxshi, so'rini go'zal dedi. Bulardan burun bizning oyatlarimizni inkor qilgan nurg'un ummatlarni aloq qildik. Ular mayli mol-mulk jihatdan bo'lsin, mayli tashqi ko'rinish jihatdan bo'lsin, bulardan ortiq edi. Ey Muhammad, aytqinki, kimki gumrohlikda bo'ladi ekan, marhamatlik Alloh uningga muhlat beradi. Toki ular azob va qiyomatdan iborat Alloh ularga va'da qilgan narsalarni ko'rganda, ondan kimning o'rni yomon va kimning lashkari ojiz ekanligini biladi. Allah hidoyat topquchilarning hidoyatini ziyoda qiladi. Boqiy qoladigan yaxshi amallar savob jihatdan va oqibat jihatdan Parvardigoringning dargohida ortiqdir. Bizning oyatlarimizni inkor qilgan va menga oxiratda albatta mol-mulk, avlod beriladi degan odamni ko'rdingmi? O g'ayibni bilganmi yoki marhamatlik Allohning ahdisiga erishganmi? Hargiz undoq bo'lgan emas. Uning deganlarini xotirlab qo'yamiz. Onunga beradigan azobni kuchaytimiz.
Onun deganlarini, ya'ni melini va avlodini boshqalarga mirosga qoldirmiz. O oldimizga tanho keladi. Ular yana mushriklar izzatga erishish uchun Allohni qo'yib ilohlarga cho'qindi. Ish ularning gumon qilgandek emas. Ya'ni ilohlari ularning Alloh oldida izzat tepishlarining sababi bo'lolmaydi. Ilohlar ularning, ya'ni mushriklarning cho'qinishini inkor qiladi. Ular yana mushriklarning dushmaniga aylanadi. Bizning shaytonlarni kofirlarga avatganligimizni bilmamsan? Shaytonlar ularni gunohlarga qiziqtiradi. Ularning halok bo'lishiga aldirab ketmagan. Ularning kuni oz qolgan bo'lib, uni biz sanab turamiz. Shu kunda, ya'ni qiyomat kunida taqvodorlarni marhamatlik Parvardigorning dargohiga izzat ikrom bilan yig'imiz. Gunohkorlarni ular chanqigan holda jahannamga haydaymiz. Marhamatlik Allohning ahdiga erishganlardan boshqalar shafaat qilishga qodir bo'lolmaydi. Ular Allohning bolasi bor deyishdi. Sizlar shak shubhasiz qabih bir so'zni qildinglar. Bu so'zning yomonligidan osmonlar parchalanib ketgili, yer yerilib ketgili, tog'lar gumron bo'lib ketgili tas qoldi. Bu shuning uchunki ular Allohning bolasi bor deb da'vo qildi. Bolasi bo'lish Allohga loyiq emasdir. Osmonlarda va zaminda Allohga banda bo'lib bo'ysunmaydigan hech maxluq yo'qdir. Shak shubhasizki Alloh ularni to'liq egalladi va sonini mukammal qildi. Qiyomat kuni ularning hammasi Allohning dargohiga tanho keladi. Iymon etgan va yaxshi amallarni qilganlar uchun Alloh haqiqatan ularning dillarida muhabbat paydo qiladi. Ey Muhammad, taqvodorlarga xush xabar berishing va sarkash qavmni ogohlantirishing uchun biz Qur'onni sening tiling bilan tushunishli qilib nozil qildik. Ulardan ilgari nurg'un ummatlarni halok qildik. Ulardan biri ahadini ko'ra olamsan yoki ulardan biri past ovoz anglay olamsan? Ya'ni ular shundoq talto'kis halok qilindiki, ulardan ko'rgili va ovozni anglag'ili hech ahadi qolmadi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohim. 20-sura Taha. Makkada nozil bo'lgan 135 oyat. Nayt shafqatlik, mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Taha. Ya'ni ey Muhammad, Qur'onni sana seni jafoga silish uchun emas, faqat Allohdan qo'rqadiganlarga vaz nasihat qilish uchun nozil qildik. O zaminni va egiz osmonlarni yaratgan zot tarafidan nozil qilingan. Marhamatlik Alloh arsh ustida o'ziga loyiq ravishda qaror oldi. Osmonlardagi, zamindagi, ularning orasidagi va yer ostidagi shaylarning hammasi Allohningdir. Agar sen oshkor so'zlasang yoki yoshirin so'zlasang, Allohning nazarida o'xshashdir. Chunki u sirni va uningdan maxfiyroq ishlarni bilib turadi. Allohdan boshqa hech ma'bud bar haq yo'qdir. Allohning go'zal ismlari bor. Musoning qissasidan xabaring bormi? O'z vaqtida Musa bir joyda o'tning yo'rg'ini ko'rdi. O oilasidagilarga turib turinglar, men o'tning yo'rg'ini ko'rdim. Men berib uningdan bir parcha cho'g' ib kelishim yoki o't bor yerda biror yo'l boshlig'uvchini uchirtishim mumkin dedi. Musa o'tning yeniga kelganda nido qilindiki: "Ey Musa, men haqiqatan sening Parvardigoringdirman. Kashingni sog'in, sen haqiqatan muqaddas vodi tuvodisan. Men seni payg'ambarlikka tanladim. Sen vahiyga quloq sog'in. Men haqiqatan ibodatga loyiq Allohdirman. Mendan boshqa hech ma'bud bar haq yo'q. Yolg'iz menga ibodat qilgan, meni zikr qilish uchun namoz o'qigan." Qiyomatning bo'lishi muhaqqaqdir. Har odam o'zining amaliga yarasha mukofotlanishi uchun uni, ya'ni uning qachon bo'lishini maxfiy tutdim. Qiyomatga ishonmaydigan va nafs xohishlariga ergashgan odam seni uningdan, ya'ni qiyomatga tayyorlik qilishdan va uni tasdiq qilishdan to'simasin. Undaqda o'zing halok bo'lasan. Chunki oxiratdan g'ofil bo'lish halokatga olib boradi. Ey Musa, o'ng qo'lingdagi nima u? Musa aytdi: "Bu mening hasam, uningga tayinaman, uning bilan qo'ylarimga g'azon qiqib beraman, uningda mening yana boshqa ehtiyojlarim bor." Allah: "Ey Musa, uni yerga tashlagan" dedi. Musa uni tashladi, u nagahon mengayotgan bir yilonga aylandi. Allah aytdi: "Uni tutib olgin, qo'rqmagin.
uni dastlabki, yana hosiliq holatiga qaytarmiz. Qo'lingni qo'ltig'ingning ostiga sag'in, ondan chiqag'in. O hech qanday ayib nuqsonsiz holda oppoq nurliq bo'lib chiqadi. Bu ikkinchi mo'jizadir. Sana cho'ng mo'jizalarimizdan ba'zisini ko'rsatamiz. Fir'avnga bag'in, u haqiqatan haddidan oshdi. Musa aytdi: "Parvardigorim, mening ko'ngli ko'ksimni keng qilgin, mening ishimni osonlashtirgin, tilimdan kekashlikni ko'tarib o'tgin. Ular mening so'zimni tushunsin. Menga oilamdan qarindishim Harunni yordamchi qilib bergin. Uning bilan meni texmo kuchlantirgin. Mening ishimga uni sherik qilgin. Buning bilan biz sana ko'p tasbih aytqaymiz. Sana ko'p zikr aytqaymiz. Sen haqiqatan bizni ko'rib turg'uchisan." Allah aytdi: "Ey Musa, sening so'rgan narsalaring sana berildi. Buningdan boshqa sana yana bir qitim in'om qilgan edik. O'z vaqtida onangning ko'ngliga faqat vahiy orqali bilinadigan narsalarni soldik. Aytdikki, uni, yana balani sanduqqa solgin, ondan uni sanduq bilan daryoga tashlagin. Daryo uni qirg'oqqa tashlasin. Uni mening dushmanim va uning dushmani bo'lgan Fir'avn ib boqsin. Mening qo'g'dishim ostida tarbiyalanishing uchun sana men tarafdan bo'lgan muhabbatni soldim. O'z vaqtida sening hamshirang Fir'avnning oilasiga berib, sizlarga uni boqadigan bir kishini ko'rsatib qo'yaymi?" dedi. "Biz sening onangni xush bo'lsin, qayg'urmasin deb seni uningga qaytirib berdik. Sen bir odamni o'ltirib qo'yding. Seni biz g'amdan xalos qildik. Seni turli balolar bilan sinadik. Sen Madyanliklar orasida ko'p yillar turding. Ondan ey Musa, taqdir bilan bu yerga kelding. Seni mening muhabbatimga, ya'ni payg'ambar qilib vahiy nozil qilishimga tanladim. Ey Musa, sen va sening qarindishing Harun mening mo'jizalarimni ep beringlar. Mening zikrimga suslik qilib qolmanglar. Fir'avnning yeniga beringlar. O haqiqatan haddidan oshdi. Onunga yumshoq so'z qilinglar. O vaz nasihatni qabul qilishi yoki haddidan oshqanligining oqibatidan qo'rqishi mumkin. Ular Parvardigorimiz, biz haqiqatan uning bizni oldirab jazolashidan yoki texmo haddidan eshishidan qo'rqimiz deyishdi. Allah aytdi: "Sizlar qo'rqmanglar, men haqiqatan sizlar bilan billa. Uning sizlarga bergan javobini anglab turaman. Uning sizlarga qiladiganlarini ko'rib turaman. Sizlar Fir'avnning yeniga berib, biz ikkimiz Parvardigoringning elchisi bo'lamiz. İsroil avlodini qo'yayotgan, biz bilan kessin, ularni qiynamag'in. Sana biz haqiqatan Parvardigoringning mo'jizasini ib keldik. To'g'ri yo'lga ergashgan odam Allohning azobidan omon qoladi. Bizga shak shubhasiz vahiy qilindiki, Allohning payg'ambarini inkor qilgan, iymondan yuz o'rgan odam qattiq azobga duchor bo'ladi denglar." Ular Fir'avnga kelib, Alloh taolo tarafidan vahiy qilingan narsani yetkazgandan keyin Fir'avn: "Ey Musa, sizlarning Parvardigoringlar kim?" dedi. Musa aytdi: "Parvardigorimiz shundoq zotdirki, hamma narsaga o'ziga munosib shakl ato qildi. Ondan ularga yashash yo'llarini, foydalanadigan narsalarni ko'rsatdi." Fir'avn aytdi: "O'tib ketgan ummatlarning holi qandoq? Yana qandoq bo'lgan?" Musa aytdi: "Ular to'g'risidagi ma'lumot Parvardigorimning dargohida lavhul mahfuzda xotirlaylikdir. Parvardigorim ham xatolashmaydi, ham unutmaydi. O zaminni sizlarga besat qilib berdi. Sizlar uchun nurg'un yo'llarni ochib berdi. Bulutdan yomg'ir yog'dirib berdi. Uning bilan nurg'un o'simliklarni o'stirib berdi. Ulardan yanglar va mol chorvalaringlarni beqinglar. Uningda aql egalari uchun Allohning borligi va birligini ko'rsatadigan nurg'un dalillar bor. Sizlarni zamindan xalq etdik. O'lguninglardan keyin sizlarni yana zaminga qaytarmiz. To'piga aylanasizlar. Sizlarni hisob olish uchun yana bir qitim zamindan chiqaramiz. Shak shubhasizki, uningga bizning hamma mo'jizalarimizni ko'rsatdik. O inkor qildi va iymon etishdan bosh tortdi." Fir'avn aytdi: "Ey Musa, sehring bilan bizni zaminimiz Misrdan chiqarib etish uchun keldingmi? Sana biz shuningga o'xshash sehr bilan taqobil turamiz. Sen bizga o'zaro yig'iladigan vaqtni va muayyan joyni belgilab bergin. Senmi, bizmi uningga xiloflik qilmayli." Musa aytdi: "Sizlarga va'da qilingan chaq bayram kuni bo'lib, kishilar chashki vaqtida yig'ilsin." Fir'avn qaytib ketib beyli mekrni, ya'ni sehrgarlarni to'pladi. Ondan o sehrgarlarni
va sehrda ishlatiladigan narsalarni elib va'dalashgan vaqtda keldi. Musa ularga aytdi: "Sizlarga voy, Allohga yolg'onni chaplamanglar. Yana sehringlar orqali mo'jizalarimizga taqobil turishni da'vo qilmanglar. Alloh sizlarni qattiq azob bilan halok qiladi. Allohga bo'xton chaplagan odam mag'lub bo'ladi." Ular o'z ishi, ya'ni Musa va Harunning ishi ustida da'talash qilishdi. Qilgan da'talishini yo'shirishdi. Ular aytdi: "Bu ikkisi rostilla sehrgar bo'lib, sehr bilan sizlarni zimininglardan chiqarib o'tmoqchi va to'g'ri dininglarni yo'qotmoqchi bo'ladi. Heylanglarning hammasini jamlanglar, ya'ni butun chora tadbiringlarni bir nuqtaga yig'ib, bir yoqadan bosh chiqaringlar. Ondan qarg'uvchilarga hayvatli ko'rinish uchun maydonga sap tortib kelinglar. Bugun ustunlik qozongan odam rostilla maqsadiga erishadi." Ular aytdi: "Ey Musa, Hasanni sen avval tashlamsan yoki og'amcha hosillarimizni biz avval tashlamdik?" Musa: "Undaq sizlar oldida tashlanglar" dedi. Ular tashlagan edi. Nagahan ularning og'amchilari, hosillari ularning sehridan, ya'ni sehrining ta'siridan uningga harakatlanib yengayotgandek tuyuldi. Buningdan Musa o'zida qo'rqinch his qildi. Biz uningga aytdikki: "Qo'rqmagin, sen cho'qim ustunlik qozinasan. Qo'lingdagini tashlagin, u ularning ko'rsatgan sehrlarini dam tortib yutib yetadi. Ularning ko'rsatgani sehrgarlarning hiylasidir. Sehrgarlar qayerga borsa muvaffaqiyat qozonolmaydi." Musa hassini tashlab edi, ularning ko'rsatgan sehrini dam tortib yutibdi. Shuning bilan sehrgarlar sajda qilgan holda yiqilib, Harun bilan Musaning Parvardigoriga iymon etdik deyishdi. Fir'avn aytdi: "Sizlarga men ruxsat berishdan burun uningga iymon etdinglar. Shubhisizki, u cho'qim sizlarga sehrni o'rgatgan cho'nglar ekan, men cho'qim sizlarning qo'llaringlarni, putlaringlarni o'ng chap qilib, ya'ni o'ng qo'l bilan so'l putni, o'ng put bilan so'l qo'lni kesib tashlayman. Sizlarni cho'qim xorma daraxtlarga osaman. Sizlarga qaysimizning, ya'ni mening yoki Musaning Parvardigorining azobining eng qattiq va eng uzun ekanligini cho'qim bilasizlar." Ular aytdi: "Seni, ya'ni sana agishni ixtiyor qilib, bizga kelgan Musaning rostligini ko'rsatadigan ro'shan dalillarni va bizni xalq etgan Allohni hargiz tashlamaymiz. Bizning haqqimizda nimani hukm qilsang, shuni hukm qilgin. Sening hukming faqat bu dunyoda o'tadi. Bizning xatoliklarimizni, sening majburlashing orqasida bizning sehr ko'rsatganligimizdan iborat gunohimizni mag'firat qilsin deb biz haqiqatan Parvardigorimizga iymon etdik. Allohning savobi sening mukofotingdan ortiqdir. Allohning azobi sening jazoyingdan doimidir. Kimki gunohkor holda Allohga muloqot bo'ladi ekan, u do'zaxga kiradi. Do'zaxda u o'lmaydi va obdan yashamaydi. Kimki mu'min bo'lib, yaxshi amallarni qilgan holda Allohga muloqot bo'ladi ekan, u Allohning dargohida yuqori darajalarga erishadi. O darajalar doimiy turalg'i bo'lgan jannatlar bo'lib, ularning ostidan o'stanglar eqib turadi. U yerlarda u mangu qoladi. Ana shu kufrdan va gunohlardan pok bo'lgan odamga beriladigan mukofotdir. Biz shak shubhasiz Musaga vahiy qildikki, sen mening bandalarimni kechida Misrdan ep chiqib ketding. Sen Hasanni dengizga urib ularga bir quruq yo'l ichib bergin. Fir'avnning orqangdan qo'g'lab yetib olishidan qo'rqmagin. Dengizda g'arq bo'lib ketishdanmi qo'rqmagin. Fir'avn lashkarlar bilan ularni qo'g'ladi. Ularni yana Fir'avn bilan uning lashkarlarini dengizda dahshatli holat o'rib oldi. Ya'ni ular dengizda g'arq bo'ldi. Fir'avn o'z qavmini ozdirdi. Ularni to'g'ri yo'lga boshlamadi. Ey Isroil avlodi, sizlarni haqiqatan dushmaninglardan qutqizdik. Munojat uchun va Musaga Tavratni nozil qilish uchun sizlarga Tur Sinoning o'ng tarafini va'da qildik. Sizlarga taranjibin bilan budunini tushirib berdik. Aytdikki, biz rizq qilib bergan halol pok narsalarni yanglar, bu vaqtda chekdan oshmanglar. Unda qilsanglar, sizlarga g'azabim nozil bo'ladi. Kimga mening g'azabim nozil bo'ladi ekan, u cho'qim halok bo'ladi. Tavba qilgan, iymon etgan, yaxshi amallarni qilgan, ondan to'g'ri yo'lda mangan odamni men albatta nihoyatda mag'firat qilguvchiman. Ey Musa, aldirab Tur Sinoga qavmingdan ilgari kelishingning sababi nima? Dedik. Musa aytdi: ular izimni qo'g'lishib kelyotdi. Parvardigorim, seni rozi bo'lsin deb bu yerga aldirab keldi. Allah aytdi: sendan, ya'ni sen ketgandan keyin qavmingni haqiqatan sinadik.
Ularni Samiri azdirdi. Musa qavmiga g'azablangan holda qapib qaytdi. U aytdi: "Sizlarga Parvardigoringlar chiroyli va'da qilmaganmidi? Sizlar ahdini unutug'idek vaqt shuncha uzun bo'lib ketdimi? Yoki sizlar o'zinglar Parvardigoringlarning g'azabi tushishini iroda qildinglarmi? Shuning uchun sizlarning menga bergan va'danglarga xiloflik qildinglarmi?" Ular aytdi: "Sana bergan va'daga o'zligimizdan xiloflik qilganimiz yo'q, lekin biz Fir'avn qavmining zinnatlaridan nurg'un ib chiqqan edik. Samirining buyrug'i bo'yicha ularni o'tqa tashildik. Samirimi o'zi ib chiqqan zibu zinnatlarini tashladi. Samiri eritilgan zibu zinnatlardan ular uchun bir mo'zay haykal yasadi. Uningdan mo'zayning ovoziga o'xshash ovoz chiqardi. Ular yana Samiri va uning tavalari aytdi: "Bu sizlarning ilohinglardir va Musoning ilohidir." Musa ilohni bu yerga unutib qilib, uni izlab Tursinaga ketdi. O mo'zayning ularning so'ziga javob berolmaydiganligini, ularga foyda ziyon yetkazolmaydiganligini ular uqmamdi. Shak shubhisizki, Harun ularga Musa qaytib kelishdan burun: "Ey qavmim, sizlar mo'zay bilan qaymoq turildinglar. Sizlarning Parvardigoringlar marhamatlik Allohdir. Menga bo'ysuninglar. Mo'zayga cho'qinishni tark etish bilan buyrug'imga itoat qilinglar" dedi. Ular Musa qaytib kelganga qadar uningga cho'qinaveramiz deyishdi. Musa aytdi: "Ey Harun, ularning ozg'anligini ko'rgan chig'ingda Alloh uchun g'azablanishda menga agishishdan nima to'salg'i bo'ldi? Mening buyrug'imga xiloflik qildingmi?" Harun aytdi: "Ey qarindishim, mening soqilimni va chechimni tatmag'in. Men haqiqatan sening Isroil avlodini bo'lib o'tibsan, so'zimga diqqat qilmabsan deyishingdan qo'rqdim." Musa aytdi: "Ey Samiri, sen nim bo'lding? Ya'ni mundaq yomon ishni qilishdan g'arizing nima?" Samiri aytdi: "Men ular ko'rmaganni ko'rdim. Elchi yana Jibrilning izidan bir changal to'pini oldim-da, uni mo'zayga chashdim. Shuning bilan uningdan mo'zayning ovoziga o'xshash ovoz chiqdi. Shuningdek buni menga nafsim chiroyli ko'rsatdi." Musa Samiriga aytdi: "Sen bag'in, sen umrvoyat ko'rganlik kishiga menga yaqinlashmanglar degaysan. Ya'ni sening kishiga yaqinlashmasliging, kishining sana yaqinlashmasligi bu dunyoda sana berilgan jazodir. Shubhisizki, oxiratda jazolanadigan muayyan bir vaqting bor. Alloh sana qilgan bu va'dasiga xiloflik qilmaydi. Sen hamon cho'qinib kelayotgan ilohingga qaragin. Biz uni cho'qim o'tni kuydiramiz. Ondan uning kulini dengizga chechib o'tamiz. Sizlarning ilohinglar bir ilohdir. Uningdan boshqa hech ma'bud barhaq yo'qdir. U har narsani to'liq bilguchidir. Ey Muhammad, shuningdek sana o'tganlarning ba'zi xabarlarini bayon qilamiz. Sana o'z tarafimizdan Qur'onni ato qildik. Kimki Qur'ondan yuz o'riydi ekan, uningga qiyomat kuni cho'ng gunohdan og'ir yuk yuklanadi. O gunohi uchun berilgan azobni mangu tatidi. Qiyomat kuni ularga yuklangan bu yuk nima degan yomon? O so'rchilanadigan kundir. Bu kunda shakli o'zgargan, ko'k ko'zlik, qora yuzlik gunohkorlarni yig'amiz. Qiyomatning dahshatini ko'rib, dunyoda turgan vaqti qisqa bilinganlikdan ular dunyoda faqat 10 kunlik turdinglar deyishib pichirlashadi. Ularning deydiganlarini biz obdan bilamiz. Ayni zamonda ularning eng to'g'ri so'zlaydigani sizlar faqat bir kun turdinglar deydi. Ular sendan tog'lar to'g'riliq, ya'ni tog'ning oqibatining qandoq bo'ladiganligi to'g'riliq so'raydi. Aytqanki, Parvardigorim ularni hukm talqon qilib, ondan shamolni avatib uni so'raydi. Ularni tuzlanlikka aylantiradi. U yerlarda na cho'nqurlikni, na egizlikni ko'rmaysan. Bu kunda kishilar Allohning mahshargohga da'vat qiluvchisiga ergishadi. Qing'ir ketmaydi. Marhamatli Allohning ulug'ligi va hayvatidan qo'rqib, barliq ovozlar besiqadi. Pichirlashgandan boshqani anglamaysan. Bu kunda marhamatli Alloh izni bergan va so'zidan Alloh rozi bo'lgan odamning shafoatidan boshqa hech qanday shafoat foyda bermaydi. Alloh ularning oldidagini va keyindikini biladi. Ular bo'lsa uni bilmaydi. Gunohkorlar maxluqotni idora qilib turg'uvchi mangu hayot Allohga egiladir. Allohga sherik keltirganlar shaksiz ziyon tortadi. Mu'min turib yaxshi amallarni qilganlar yomonliklarining eshib ketishidan va yaxshiliklarining kemayib ketishidan qo'rqmaydi. Ularning taqvodor bo'lishlari uchun yoki ularni vaz-nasiyatga ega qilish uchun sana arabcha Qur'onni nozil qildik va uningda turli ogohlantirishlarni bayon qildik. Alloh zoti sifati jihatda butun maxluqotdan ustundir, haq podshohdir.
Ey Muhammad, sana Qur'onning vahiysi tamomlanishdan burun o'qishga oldirab ketmagin. Ya'ni Jibril sana Qur'onni o'qib berayotganda billa o'qishga oldirab ketmay, o tilovatidan farq bo'g'ichi tinglab turg'in. Ey Parvardigorim, ilmimni ziyoda qilgin degin. Biz ilgari odamga daraxtning mevasini yemaslikni tavsiya qildik. O bu tavsiyani yodidan chiqardi. Uningda hech qanday chin iroda ko'rmadik. O'z vaqtida biz farishtalarga, odamga, ya'ni Odam alayhissalomga sajda qilinglar dedik. Iblisdan boshqasi sajda qildi. O sajda qilishdan bosh tortdi. Biz dedik, ey Odam, bu haqiqatan sening dushmaningdir, xotiningning dushmanidir. O sizlar ikkinglarning jannatdan chiqib ketishinglarga sababchi bo'lib qolmasin, o chaqda sizlar jafo mushaqqat qolasizlar. Jannatni sen haqiqatan oshqanmaysan va yalang'och qolmaysan. Hamda uningda haqiqatan usab ketmaysan, isib ketmaysan. Shayton uningga vasvas qilib, ey Odam, sana men yegan odam o'lmaydigan daraxtni va zavol topmas podshohlikni ko'rsatib qo'yaymi, dedi. Ular o daraxtning mevasini yedi. Shuning bilan ularning avratlari ichilib qoldi. Ular jannat daraxtlarining yo'pirmoqlari bilan satri avrat qilishga kirishdi. Odam Parvardigorning amriga xiloflik qildi. Shuning bilan u ozdi. Ondan Parvardigor uni tanladi, uning tavbasini qabul qildi va uni hidoyat qildi. Alloh aytdi: "Sizlar hammanglar jannatdan bir-biringlarga dushman bo'lgan holda tushinglar. Agar sizlarga mening tarafimdan hidoyat kelsa, kimki mening hidoyatimga ergashsa, u ozmaydi va oxiratda shaqiy bo'lmaydi. Kimki mening zikrimdan yuz o'raydi ekan, uning hayoti tor, ya'ni xotirjamsiz bo'ladi. Qiyomat kuni uni biz ko'r qo'pirmiz. O ey Parvardigorim, nimishqa meni ko'r qo'pirding? Vaholanki, dunyodagi chog'da mening ko'zim ko'ratdi-ku, deydi. Alloh aytadi: "Shuningdek sana ro'shan oyatlarimiz keldi, sen ularni tark etding. Sen bugun shuningga o'xshash tark etilsan. Haddidan oshgan va Parvardigorning oyatlariga iymon etmaganlarga shuningga o'xshash jazo beramiz. Oxiratning azobi texmi qattiqdir, texmi boqiydir." Ulardan ilgari o'tgan payg'ambarlarni inkor qilgan nurg'un ummatlarni halok qilganligimizni ular uqmamdi. Ular shu ummatlarning makonlarida mengib yuradi. Aql egalari uchun uningda haqiqatan nurg'un ibratlar bor. Agar Parvardigoringning azobini ulardan kechiktirishga qilayotgan hukmi va oldin Allah belgilab qo'ygan vaqti bo'lmasa edi, o chaqda ularning halok bo'lishi cho'qim edi. Ularning so'zlariga sabr qilgin. Mamnun bo'lishing uchun kun chiqishdan ilgari, kun petishdan burun, kecha vaqtlarda va kunduzning dastlabki va oxirgi vaqtlarda Parvardigoringga tasbih aytqin. Ya'ni namoz o'qigan va hamd aytqin. Biz kuffarlardan turli jamani bahramon qilgan dunyoning ne'matlari va zinnatlarga ko'z solmagin. Buning bilan ularni sinaymiz. Parvardigoringning rizqi, ya'ni savobi bu fani ne'matdan yaxshidir va eng boqiydir. Ey Muhammad, oilangdagilarni va ummatingni namozga buyurgin. O'zingmi uni ado qilishga chidamliq bo'lgin. Sendan biz rizq talab qilmaymiz. Sana biz rizq beramiz. Yaxshi oqibat faqat taqvodorlarga xosdir. Ular yana mushriklar Muhammad Parvardigori tarafidan bizga bir mo'jiza keltirishchi deydi. Ularga burunqi ummatlarning xabarlarini o'z ichiga olgan Qur'on kelmadimi? Agar biz ularni uningdan, ya'ni Muhammad alayhisalomni avatishdan ilgari halok qilgan bo'lsak, ular cho'qim nimishqa bizga bir payg'ambar avatmadan, biz xor va rasvo bo'lishdan ilgari sening oyatlaringga ergashatdik deydi. Aytqinki, hamma sizlarning va bizning ishlarimizning oqibatini kutmoqda. Sizlarmi kutinglar, kimlarning to'g'ri yo'l egalari ekanligini va kimlarning hidoyat topganligini uzoq qolmay bilasizlar.